Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan 6-sinf darsligi bo'yicha ikkinchi video darslikni olamiz. Bugungi mavzularimiz 19, 20, 31, 32 mavzular haqida bo'ladi. Bugungi mavzularda sizlar bilan O'zbekiston hududidagi ilk davlatlar va ular e'tiqod qilgan din va O'zbekistonga ahmoniylarni bosqini, ahmoniylardan so'ng bostirib kirgan makedonlar haqida gaplashamiz. Xo'p, O'zbekiston hududida, ya'ni faqat O'zbekiston emas, O'rta Osiyo hududida dastlab qanday xalqlar yashaganligi haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda O'zbekistonda, demak, Zarafshon vodiysi va Qashqadaryo hududida So'g'diylar degan bir xalq yashagan, ya'ni o'sha So'g'diyona hududida So'g'diylar degan xalq yashagan. Mana Zarafshon va Qashqadaryo. Undan tashqari Xorazmliklar Amudaryoning quyi oqimi, hozirgi kunda ham Xorazmliklar Amudaryoning quyi oqimida yashaydi. Ya'ni o'sha paytdan, ya'ni qadimdan Amudaryoning quyi oqimida Xorazmliklar nomi bilan ataluvchi xalq yashab kelgan ekan O'zbekistonda. Bundan tashqari hozirgi Surxon vohasi, ya'ni Surxondaryo viloyati, Afg'onistonning janubi, Tojikistonning janubida baxtlariklar degan xalq yashagan. Xo'p, bu yerda umumiy tashriflangan bo'lsak, ya'ni So'g'diylar, baxtlariklar faqat O'zbekiston hududida emas, hozirgi chegaradosh davlatlarimiz Tojikiston, Afg'oniston hududlarida ham yashagan. Faqat O'zbekiston hududida, hozirgi paytda O'zbekiston hududida yashagan xalqlar bu Xorazmliklar. Ya'ni Xorazmliklar hozirgi kundagi O'zbekiston chegarasida, ya'ni O'zbekiston hududida yashagan. Xo'p, undan keyingi xalq bu Sak va massagetlar. O'zbekistonda, ya'ni umuman O'rta Osiyoning tog'lik, dasht va cho'l hududlarida yashagan. Sak va massagetlar asosiy mashg'uloti chorvachilik va ko'chmanchi tarzda hayot kechirgan. Ko'chmanchi tarzda hayot kechirishi, ya'ni uni faoliyati bilan bog'liq, ya'ni chorvachilik bilan shug'ullangan xalq albatta ko'chmanchilik demak hayotni kechiradi. Bundan tashqari mana So'g'diylar, Xorazmliklar, baxtlilar bular o'troq xalqlar qanday mashg'ulot bilan shug'ullanishi mumkin? O'ylab ko'ring. Oldingi darsda sizlar bilan demak Eneolit, Paleolit davrlarida insonlar qanday mashg'ulot bilan shug'ullanganini gaplashgandik. Xo'p, baxtlilar, Xorazmliklar, So'g'diylar asosiy mashg'uloti dehqonchilik. Bular o'troq turmush kechirganligi uchun dehqonchilik bilan shug'ullangan. Ya'ni dehqonchilik bilan shug'ullanganligi uchun balki o'troq turmushda kechirgandir. Undan keyingi sak va massagetlar chorvachilikda ko'plab turlari bor. Qo'ychilik, yilqichilik, qoramolchilik, hamma turidan saklar, demak hamma turi bilan shug'ullangan. Xo'p, endi umumiy yerda mantiqa o'ylash kerak. Ya'ni chorvachilik bilan shug'ullangan xalq, ya'ni o'troq, ya'ni ko'chmanchi hayot kechirayotgan xalq albatta chorvachilik bilan shug'ullanadi. Dehqonchilik bilan shug'ullana olmaydi. Nega shug'ullana olmaydi? Chunki u bir joyda yashamasa, bir joyga nimadir demak eksa, unga kim qaraydi? U ketadi. Ya'ni bir kun Sirdaryoni yuqori oqimida, bir kun o'rta oqimida, bir kun quyi oqimida yashayib, ko'chib yuradigan xalq qanday dehqonchilik bilan shug'ullanishi mumkin? Albatta ular chorvachilik bilan shug'ullanadi. Va ular demak qabila shaklida yashaydi, ularning davlati yo'q, ya'ni bitta farqi bor. Ya'ni bitta bu uchta xalq bilan sak va massagetlarning farqi, sak va massagetlar qabila bo'lib yashaydi. So'g'diylar, Xorazmliklarni o'zlarini o'sha paytdagi demak sodda ko'rinishdagi shahar davlatlari mavjud. Baxtlilarning ta'sirida So'g'diylar bo'lgan, ya'ni baxtlilar juda katta, eng katta davlatlardan biri va So'g'diylar baxtlilar ta'sirida bo'lgan. Xorazmliklar alohida Amudaryoning quyi oqimida o'zlarining shahar davlatiga ega bo'lgan. Xo'p, bizdan keyingi masala saklarni ahmoniylar, ya'ni o'sha davrdagi ahmoniylar manbalarida saklarni 3 guruhga bo'linganligini bizga aytib o'tgan. Xo'p, ulardan eng kattasi birinchi guruhi Saka Tigrahauda. Demak, Saka Tigrahauda so'zining ma'nosi o'tkir, qalpoq kiyib yuruvchi saklar degan ma'noni anglatadi. O'tkir, qalpoq kiyuvchi saklar. Ular qayerda yashaydi? Hozirgi
Toshkent va Qozog'istonning janubida, ya'ni hozirgi toshkentliklarning eng qadimgi avlodlari, demak, Saka Tigraxavoda ekan. Ya'ni bizning umuman bizning eng qadimgi O'zbekiston hududida yashagan xalqlar bu saklar. U saklarni biz manbalarda keladi prototurk deydi. Ya'ni prototurk degani bizning otalarimiz turk, otalarimizning otalari saklar, ya'ni prototurk. Demak, otangizning otasi sizga ham ota bo'ladi. Demak, O'zbekiston hududidagi eng birinchi yashagan ota-bobolarimiz demak saklar hisoblangan ekan. Toshkent va Qozog'istonning janubiy qismida Saka Tigraxavoda degan saklarni guruh yashagan. Bu nomlarni demak Ahomoniy tarixchilar beryapti. Biz hammasi demak sak va maslagatlar deb ataymiz. Ya'ni bizni o'zlarini ular sak va maslagatlar deb atagan. Saklar, maslagatlar bir xil ma'noni anglatadi, bir xil xalq. Ularni hech qanaqa farqi yo'q sak va maslagatni. Xo'p, bu yerda Saka Tigraxavoda Qozog'istonning janubi Toshkent vohasida yashagan. Ikkinchi guruh Sakati ay Taradaraya deb nomlanadi. Demak, Ahomoniy manbalariga ko'ra bu so'zning ma'nosi daryoni narigi tarafida yashovchi xalqlar deb ataladi. Demak, suv bor joyda albatta nima bor? Hayot bor. Demak, saklar asosan suv bo'yida, suv bor joyda yashaydi. Ya'ni suv yo'q joyda kim yashashi mumkin? Nimadir o'smasa, demak, ular chorvachilik shug'ullanadi, chorvalarini sug'orish kerak. Demak, suv bo'yida yashaydi, daryo bo'yida yashaydi saklar. Demak, Orol va Sirdaryo bo'yida, ya'ni Sirdaryoning quyi oqimida Saka Tigraxavoda deb nomlangan saklarning guruhi yashagan. Endi qarang bu yerda. Orol va Sirdaryo, O'zbekistonning hududida ikkita katta daryo bor. Daryochilar juda ko'p. Eng katta ikkita daryo bor. Bittasi Sirdaryo, ikkinchisi Amudaryo. O'zbekistonning shimoliy hududida Sirdaryo mavjud, O'zbekistonning janubiy hududida Amudaryo oqib o'tadi va ikkalasi ham o'sha paytda Orol dengiziga borib quyilgan. Ya'ni Amudaryo Kaspiy dengiziga quyilgan, Sirdaryo Orol dengiziga quyilgan. Keyinchalik vaqtlar o'tdi, biz Amudaryoning suvidan ko'p foydalandik va o'zanni o'zgartirib Orolga quyila boshlagan. Xo'p, undan keyingi uchinchi guruh saklar bu Saka Xomovarka. Saka Xomovarka degan demak guruh qayerda yashaydi? Pomir tog'larida, Farg'onaning tog'li viloyatlarida Saka Xomovarka degan xalq yashagan. Bu Saka Xomovarka so'zidan ichimlikka sig'inuvchi, ya'ni ichimlikka sig'inuvchi saklar degan ma'no kelib chiqadi. Demak, 3 ta guruhga bo'ldik saklarni. Umumiy 3 ta guruh mana shulardan iborat. Keyingi masala bizda O'zbekiston hududidagi ilk davlatlar, ilk shaharlar, davlatlar emas, ilk shaharlar qaysi bo'lgan? Xo'p, eng katta shaharlardan biri bu Afrosiyob. Afrosiyob hozirgi Samarqand hududida qadimgi Afrosiyob shahri mavjud bo'lgan. Hozir Samarqandga qatnaydigan tezyurar poyezd bor, uning nomi Afrosiyob deb ataladi. Demak, eng qadimgi shahar nomidan olingan ekan. Hozirgi tezyurar poyezd nomi Afrosiyob poyezdi eng qadimgi Samarqand hududidagi shahar nomidan kelib chiqqan ekan. Undan keyingi hozirgi Qashqadaryo hududida eng qadimgi shaharlardan biri Yerqo'rg'on va Uzunqur degan shaharlar mavjud bo'lgan, qadimiy shaharlar. Demak, Qashqadaryo hududida. Xo'p, undan keyingi eng qadimgi shaharlardan biri hozirgi Xorazm hududida Ko'zalqir shahar xarobasi mavjud. Surxondaryoda esa Qiziltepa degan shahar mavjud bo'lgan. Endi bu shaharlarni siz qayerlarda, ya'ni nomlar, ya'ni Xorazmda qanday shahar mavjudligini, Qashqadaryoda qanday shahar mavjudligini siz bilishingiz kerak. Testda kelishi mumkin. Biz buni qanday eslab qolamiz? Hammasini sizga bitta voqea qilib aytib beraman. Xo'p, Afrosiyob Samarqanddami? Samarqandda Afrosiyobda poyezdda yo'lga chiqamiz. Tasavvur qiling va Qashqadaryoga yetganimizda Samarqand viloyatidan so'ng Qashqadaryo viloyati keladi. Ya'ni Samarqandni janubga qarab yursangiz Qashqadaryo viloyati keladi. Qashqadaryo viloyatiga yetganimizda bir yer qo'rg'on bo'ladi, poyezd yeri tagiga kirib ketadi va u yer tagida juda katta qo'rg'on mavjud. U yer qo'rg'ondan o'tamiz va uzun qirga kelamiz. O'sha uzun qirdan oshib o'tamiz. Qayerga kelamiz? Demak, Qashqadaryo viloyatidan keyin Surxondaryo viloyatiga kelamiz. Surxondaryoga yetamiz. Surxondaryoga yetganimizda bir tepa bor. O'sha tepalik juda rangi qizil. Hamma tushib rasmga oladi. Qizil tepada rasmga tushamiz. Qizil tepada rasmga tushganimizdan keyin ovqatlarni yeb olib, suvlarni ichib olib qayerga ketamiz? Xo'p, demak,
Xorazmga qarab yo'l olamiz. Xorazmga qarab boramiz, Xorazmga yetamiz. Bir Xorazmda Ko'zaliqir nomli bir turistik markaz bor. O'sha yerga boramiz. Uni nomi Ko'zaliqir. O'sha yerda demak turistlarga, ya'ni bizlarga bir gid aka nima qiladi, tushuntirib beradi, nima uchun Ko'zaliqir ekanligini biz savol beramiz. Gid aka, demak nima uchun Ko'zaliqir deb nomlangan bu demak turistik markaz? U javob beradi. Juda yaxshi savol bo'ldi, zo'r savol bo'ldi. Xo'p, Xorazmliklar oldin, ya'ni avval, ya'ni qadimda suvlarni ko'zalarda tashigan. Ya'ni ular demak u yer sahro hududi bo'lgani uchun daryodan suv olib kelib ichgan. Demak, o'sha ko'zalari sinib qolsa, bir joyga borib hammasi bitta joyga tashlagan. Siniq ko'zalar yig'ilib bir juda katta tepalikni hosil qilgan. O'shaning uchun o'sha joyga, ya'ni tepalikka qir, ya'ni tepalik joyga qir deb nom beramiz biz. Demak, o'sha ko'zalar yig'ilib Ko'zaliqir degan demak bir qirni demak tashkil qilgan deb aytib beradi. Xo'p, umumiy mana shu voqeadan eslab olasiz. Demak, sizga testda keladigan bo'lsa, birinchi nima qilamiz? Birinchi Afrosiyobda yo'lga chiqamiz. Qashqadaryoga yetganimizda Yerqo'rg'on va Uzunqir keladi. Undan o'tamiz Ko'zaliqir, Qiziltepa keladi. Qiziltepada rasmga tushamiz, ovqatlarni olamiz, suv ichamiz, Xorazmga boramiz. Xorazmda Ko'zaliqirda gid akadan biz nima uchun Ko'zaliqir ekanligini so'raymiz degan voqea esingizga kelishi kerak test yechayotganingizda. Xo'p, umumiy O'zbekiston hududidagi ilk davlatlar, ilk shaharlar haqida tushunchaga ega bo'ldingiz. Demak, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, O'zbekiston hududida yashagan eng katta qabilalardan biri bu saklar va mastagetlar. Bizning ota-bobolarimiz, birinchi ota-bobolarimiz saklar bo'lgan ekan. Saklardan keyin turklar bizning ota-bobolarimiz bo'ldi. Endi bitta narsani aytib o'tmoqchiman, shu yerda turklar deganda hozirgi Turkiyadagi turklarni tushunmaylik. Demak, O'zbekistonda ham turklar yashaydi. Demak, O'zbekistondagi odamlarning avlodi ham turklar, Qozog'iston, Qirg'iziston, demak, Turkmanistonda ham turklar yashaydi. Ya'ni turklar deganda faqat siz Turkiyadagi turklar tushunmang. Ya'ni bizning ota-bobolarimiz turk hisoblangan. Bizning ota-bobolarimiz kim? Amir Temur kim? Barlos urug'idan. Demak, u turk bo'lgan. Amir Temur turk bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur kimning avlodi? Amir Temur bobomizning avlodi. U ham turk bo'lgan. Xo'p, Jaloliddin Manguberdi eng buyuk shaxslardan. U ham turk. Turkni bolasi turk bo'ladi. Yana biz ham turkmiz. Bizning ota-bobolarimiz turk bo'lgan. Ularning ota-bobolari saklar ham turk bo'lgan. Proto-turk, faqat proto-turk deyiladi. Turklardan oldingi. Bizning ota-bobolarimizning ota-bobolari saklar hisoblanadi. Xo'p, bu qiziq. Umuman aytishingiz mumkin, sizga O'zbekiston hududidagi eng dastlabki qabilalar bizning birinchi avlodlarimiz qo'rqmasdan saklar, turklar deb bemalol aytishingiz mumkin. Xo'p, umumiy xulosa oldingiz. Endi bizda keyingi masala xo'p, Zardushtiylik, ya'ni bizni dastlabki, ya'ni eng qadimgi ota-bobolarimiz qaysi dinga e'tiqod qilgan? Qaysi dinga? Umumiy aytiladi, yana shamoniylik dini mavjud edi, tangrichilik, ya'ni osmonga sig'ingan dastlabki ota-bobolarimiz, ya'ni tabiatga ham sig'ingan. Demak, birinchi bilsalaring, o'tgan darsda o'tdik, odamlar nimani ilohiylashtirdi? Tabiatni ilohiylashtirdi. Momaqaldiroq, chaqmoq, quyoshga sig'ina boshladi va keyinchalik Zardushtiylik degan bir din tarqaldi Ahmoniylar hududida. Zardushtiylik ham bizga ta'sir qildi va bizni ko'plab hududlarda Zardushtiylikka e'tiqod qiladigan qabilalar ko'paydi. Zardusht so'zining ma'nosi Yunoncha Zoroastr, yulduz degan ma'noni anglatadi. Umumiy yulduz. Yulduzchani yozib qo'yman eslab qolishlaring uchun. Yulduz bu Zoroastr, astron, ya'ni yulduz. Zardushtiylikning muqaddas kitobi bu Avesto degan so'zning ma'nosi qat'iy belgilangan qonun, qoidalar degan ma'noni anglatadi. Avestoda o'sha dinning mohiyati, Avestodan ko'ra, demak, Zardushtiylik diniga ko'ra nima taqiqlangan, nimani qilsa bo'ladi, nima qilsa bo'lmaydi, umumiy mohiyati berilgan. Undan tashqari Avestoda bizning hududlardagi eng qadimgi xalqlar, so'g'dlar, baktriyaliklar, xorazmliklar haqida ham gap boradi. Ya'ni o'sha yerda Avestoda yozib qo'yilgan O'zbekiston hududidagi, ya'ni O'rta Osiyo hududidagi yashagan qabilalarni. Xo'p, Avestoning ilk qismlari 9-8 asrlarda tarqala boshlaydi. Ya'ni yozma chizib qo'yaman. Xo'p, 9-8 asrlarda Avestoning ilk qismlari tarqala boshlaydi. To'liq 3-asrda bitta kitobga, 21 kitobga jamlanadi. Avesto qismlari 21 kitobga, demak 3-asrda jamlangan ekan.
Xo'p, Avestoga sharh zand deyiladi. Zand bilasizlar, Avestoga sharhlab berish zand deyiladi. Qur'onga sharh tafsir deyiladi. Buni demak ko'pchilik biladi. Xo'p, fransuz olimi Diperon nega yozganman? Avestoni juda ko'pchilik o'qishga urinib ko'rdi, lekin bir kishi o'qishga uddasidan chiqdi. U fransuz olimi Diperon edi, ya'ni Avestoni kim o'qigan, ya'ni Avestodagi umumiy mohiyatini bizga Diperon tushuntirib bergan. Xo'p, eslab qolishlaring uchun. Xo'p, undan keyingi masala bu Zardushtiylik dinidagi xudolar. Demak, qanaqa xudolari bor? Zardushtiylik dinida demak asosiy 4 ta xudo mavjud. Ulardan biri eng kattasi, ya'ni donishmandlik xudosi, oliy xudosi bu Ahramazda. Donishmandlik xudosi Ahramazda. Va quyosh xudosi Mitra. Ya'ni Mitra yozib qo'yganman, quyosh xudosi. Quyosh xudosi Mitra. Xo'p. Anahita esa suv va hosildorlik xudosi. Suv va hosildorlik. Suvni ko'rganda Anahita. Hosilni ko'rib Anahita. Anahita bizga demak suv berdi. Anahita bizga hosil berdi degan. Xo'p. Ahriman bu yovuzlik xudosi. Yovuzlik xudosi. O'lim va yovuzlik xudosi desa ham bo'ladi. Ya'ni inson o'lsa, Ahriman demak insonni o'ldirdi, unga demak ibodat qilish kerak deb bilgan. Xo'p, quyoshni ko'rsa Mitra degan. Biz quyosh deymiz, quyosh chiqyapti. Ular Mitra chiqyapti. Ertalabdan Mitra chiqadi. Sharqdan g'arbga botadi Mitra. Ularni e'tiqodi bo'yicha donishmandlik xudosi Ahramazda. Bu din haqida bir voqea keladi, ya'ni Zardushni qanday payg'ambar bo'lganligi haqida. Zardush bir kun ertalab turadi, suv bo'yiga borganda bir nurni ko'rib qoladi. U demak Ahramazdan nuri edi. Ahramazda o'sha nur Zardushni Ahramazdan oldiga yetaklab boradi va Ahramazda aytadiki, uni tanlangan odam ekanligini va o'sha Zardushtiylik dinidan, ya'ni umumiy u odam ta'lim berishini, odamlarga anglatishini, o'sha dinni tarqatishini aytadi va uni payg'ambar deb e'lon qiladi 30 yoshida. Payg'ambar so'zining ma'nosi ezgu amallardan xabar beruvchi degan ma'noni anglatadi. Xo'p, Zardushtiylik diniga ko'ra umrning tub ma'nosi xo'p, ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal. Xo'p, taqiqlangan narsalar, yolg'on so'zlash taqiqlangan. Demak, Ahramaz Zardushtiylik diniga ko'ra undan tashqari va'da berib vafo qilmaslik taqiqlangan va boshqa insonlarga zarar berish taqiqlangan. Undan tashqari umumiy biz bilgan tarixda hozir demak Zardushtiylik haqida gaplashish, bundan keyin ham bir qancha dinlarda gaplashishimiz mumkin. Umumiy hammasi uchun bitta xulosa beraman. Hech qaysi din va tarixda mavjud bo'lgan hech qaysi din odamlarni yomonlikka boshlamaydi. Hamma din ham insonlarni to'g'ri bo'lishga, halol bo'lishga undaydi. Xo'p, o'liklarni ko'mmaydi deb yozganman. Xo'sh, ularni demak Zardushtiylar inson vafot etgandan so'ng uni ko'mmaydi. Nima uchun? Chunki ularda tuproq muqaddas. Xo'p, o'liklarni ko'mmasa demak oqizib yuboradimi suvga? Yo'q, oqizmaydi. Nega? Chunki suv ham muqaddas. Xo'p, demak suvga ko'mmas ekan, suvga oqizmas ekan, ular yoqib yuboradimi? Yo'q, yoqmaydi. Chunki ularda olov ham muqaddas. Chunki olovga sig'inadi ular. Xo'p, olov ham muqaddas. Xo'sh. Esa nima qiladi ular? Tuproqqa ko'mmasa, suvga oqizmasa, yoqib yubormasa, nima qilar ekan? O'liklar nima qilgan? Ular tepaliklarga olib borib tashlagan. U tepalikdan yirtqich hayvonlar kelib, u o'likni go'shtlarini yeb ketgan va suyaklari qolgan. O'sha qolgan suyaklari, demak, quyoshda qurigandan so'ng olib keladi va ularni kichkinagina tobutchasi bor. Demak, loydan yasalgan. U nima deb nomlanadi? Ossuari deb nomlanadi. Mana yozib qo'yganman bu yerga, ko'rmay qolib.
Suvari. Ostvoriga solib qo'yadi. Ostvoriga solib qo'yadi. Nima uchun solib qo'yadi? Demak, yilda bir marta ularga ham nima qilib turadi? Duo qilib turadi, ularga ham ibodat qilib turadi ota-bobolariga. Demak, tarixiy manbalarda keladi, ostvoriylarni yerto'lalarda saqlagan yoki ularni saqlash uchun bir alohida xonalar mavjud bo'lgan, ostvoriy saqlaydigan. Demak, umumiy bu din haqida tushunchaga ega bo'ldingiz. Endi biz gaplashamiz O'rta Osiyoga bostirib kirgan Ahamoniylar davlati haqida. Ahamoniylar davlati qayerda tashkil topgan o'zi degan savol tug'iladi. Ahamoniylar davlati hozirgi Eron hududida, demak, tashkil topgan. Buni hozir xaritada, videoda qo'yib yuboramiz. Mana shu tarafda xarita chiqadi. Ahamoniylar davlatini men strelkalar ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, Ahamoniylar davlati Eron hududida tashkil topdi va bizning hududimizga bostirib keldi. Ahamoniylar qachon bostirib keldi? O'rta Osiyoni bosib olishga urinib ko'rgan birinchi Fors shohi Kir II, ya'ni Ahamoniylar bu forslar, hozirgi Eron hududida yashaydigan insonlarni eng qadimgi avlodlari. Hozir ham Fors deymiz, ya'ni forslar deymiz. Forslarni, demak, birinchi bostirib kelgan odam bu Kir II ekan. Kir II Marg'iyona, Baqtriya, Parfiyani bosib olgandan so'ng bizning hududlarimizga maslahatlar ustiga yurish boshlaydi. Nega men bu yerga bosh harflarni yozib qo'yganman? Bu nima deyiladi? Tarixda o'rganishda formula usuli deyiladi. Ya'ni ma'lumotlarni qisqartirgan shaklda eslab qolish. Bunaqa qisqartirmalar tarixda mavjud. Masalan, BMT, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, SIT, IELTS, yana qisqartirma so'zlar bor. Demak, tarixda ham ma'lumotlarni shunaqa qisqartirib eslab qolsa bo'ladi. Masalan, Marg'iyonadan M harfini olganman, Baqtriyadan B harfini, Parfiyadan P harfini olib, orasidan MBP. Demak, MBP degan nima kelib chiqqan? Qisqartirma so'z kelib chiqqan. Xo'p, buni ona tilini o'qiydiganlar biladi. BP bu portlovchi undosh, labdan chiqadigan. M ham lab undoshi, ya'ni hammasi lab ishtirok etadi bu harflarda. Shunday deb eslab qolasiz. Kirikki, demak, MBP ni bosib olgandan so'ng mastagetlar ustiga yurish qildi. Xo'p, sak va mastagetlar, ya'ni bizni ota-bobolarimizni bosib olishga urinib ko'rdi, lekin uddalay oldimi? Bizni ota-bobolarimizni bosib olish oson bo'lmagan, ularni yengish oson bo'lmagan. Xo'p, maslahatlar ustiga yurish qilganda bir bizni eng qadimgi, demak, buvimiz desak bo'ladi, kim? To'maris chiqdi. Va Kir II bilan aytdi Kir IIga, yaxshilikcha qaytib ket Kir II, biz bilan o'ynashma, biz turkmiz. Senga, demak, yaxshilikni tushuntiryapman. Sening borida, hurmating borida sekingina o'zing uyingga qarab sur dedi. Keyin nima dedi? Kir II yo'q dedi. Men dedi, bosib olaman sizlarni, sakka maslahatlarni, sizlarni hamma xalqingni o'zimga bo'ysundiraman dedi. Xo'p, o'zing bilasan dedi. Demak, urushamiz dedi. Ochiq maydonga chiqdi. Bu urushda bizga kim aytib beradi? Tarix otasi Gerodot yozib qo'yganman. Gerodot aytib beradi bu urush haqida. Bu urushlar, demak, tarixdagi eng dahshatli urushlardan biri edi. Avval ikki dushman bir-biriga o'q yog'dirishdi. Kamondan o'q yog'dirishdi. Xo'p, undan so'ng o'qlari tugagandan so'ng xanjar va nayzalarni oldida urushni boshladi. Ular urushib ketdi. Fsing urush bo'lyapti. Jang maydoni, kimlardir o'q otyapti, kimlardir urushyapti, kimlardir kallasi uzilib ketadi. Bu yoqda hamma joyda qonlar oqyapti. Hech kim chekinishni xohlamasdi dedi. Ikkalasi ham oxirgi jonlari qolgancha urushdi, lekin forslar yengila boshladi. Kir IIni o'zi ham o'sha jangda halok bo'ldi. Demak, To'maris Kir IIni o'ldirdi. Bir ayoldan yengilgan kim ekan? Kir II ekan. Ayol kishidan yengilibdi-da. Umuman tarixda qolib ketdi, mana ko'ryapsizmi? Tarixda qolib ketdi Kir II. To'marisdan bizning hududimizda yetishib chiqqan, demak, buvimizdan kim yengilgan ekan? Kir II yengilgan ekan. Xo'p, Kir II yengildi. Undan so'ng yana kim bosib olishga urindi? Demak, Dorobir bosib olishga urindi. Dorobir
hukmronligiga kelgan paytda, ya'ni Kirikka bir qancha hududlarni bosib oldi, ya'ni umumiy O'zbekistonning janubiy hududlariga kiruvchi ozgina hududlarni bosib oldi. Undan keyin Dorobur ham yurish qilib ko'rdi. Marg'iyona So'g'diyonani egallay oldi. Doroburning hukmronligining birinchi yilida nima bo'ldi? Marg'iyonada Frada boshchiligida qo'zg'olon ko'tarildi. Demak, 522-yil miloddan avvalgi. Bu jang maslagatlar bilan Kirikka o'rtasidagi jang 530-yilda bo'lgan. Xo'p, 522-yilda Dorobur Marg'iyonada Frada boshchiligida qo'zg'olon ko'tardi. Frada kim edi u? Demak, mashhur lashkarboshi Prada achki taqib olgan. Manaqa Prada degan achkini taqib olgan. Men Fradaman. Prada achkim bor. Dorobur seni yilib tishlataman dedi, lekin nima qildi? Yengilib qoldi-ku. Xo'p, yengildi, Dorobur qo'zg'olonni bostirdi. Kim bor? Demak, Dadarshish degan bir Doroburni o'ng qo'li bor edi. Dadarshishga xat yubordiki, bizga bo'ysunmay qo'yganlarini bo'ysundirish kerak deb yozgandi. Demak, keyin Dadarshish qo'shin bilan bordida Fradani yengib keldi. Va uni Bexuston qoyalarida nima deb yozdirib qo'ydi? Marg'iyona degan joy menga bo'ysunmay qo'ydi, menga soliq to'lamay qo'ydi. Men shunda Dadarshishga aytdim, borib bo'ysundirib kel dedim. Meni Ahramazda qo'lladi. Ahramazdani xohishi bilan men Marg'iyonani qayta egalladim. Demak, ularning xudosi yana Ahramazda aytdi, donishmandlik xudosi. Ular ham Zardushtiylik diniga e'tiqod qilgan va o'sha Ahramazdaga ishongan. Demak, har bir ishini, demak, Dorobur Ahramazda qo'llayapti, ya'ni Ahramazdan xohish bilan bo'ldi deb yozadi. O'zim qildim demaydi. Ya'ni Dorobur demak yaxshi hukmdor bo'lgan ekan, ya'ni adolatli hukmdor bo'lgan ekan. O'shan uchun ham bizning xalqimiz nima qilgan? Doroburga bo'ysunmagan, adolatga bo'ysungan. Ya'ni Doroburning adolatiga bo'ysungan, adolatli hukmdor bo'lganligi uchun unga bo'ysungan. U ham demak men qilmadim, Ahramazni qo'lladi deyapti, chunki yaxshi odam bo'lgan u. Xo'p, Dorobur Marg'iyonada Frada boshidagi qo'zg'olonni bostirdi va O'rta Osiyoni bosib bo'lgan hududlarni nimalarga bo'ldi? Satrapliklarga bo'ldi. Satraplik nima? Hozirgi kunlar aytganda viloyat. Demak, Ahamoniylar viloyatda satraplik degan. Biz viloyat deymiz. Demak, Samarqand viloyati bor bizda, Toshkent viloyati bor, Buxoro viloyati. Ular nima degan? Buxoro satrapligi, Samarqand satrapligi, Toshkent satrapligi. Xo'p, undan keyin viloyatlarga bo'lib boshqardi. Dorobur vafot etgandan keyin bizning hududimizni kim boshqargan? Demak, Kserks qo'liga o'tgan. Ya'ni Doroburni demak vorisi Kserks boshqargan paytda bizning hududimizdan yetishib chiqqan buyuk askarlar, mohir askarlar Yunon Fors urushlarida qatnashdi. 490-yil demak forslar Yunonlar ustiga bostirib bordi. Yunon Fors urushlari hozirgi Gretsiya hududida demak bo'lib o'tgan. Uni ham xaritada bu tarafda ko'rsataman, Gretsiya hududi qayerga to'g'ri kelishligini. Demak, biz Ahamoniylar davlat tarkibidamiz. Biz borib nima qilyapmiz? Demak, forslar tomonidan Yunonlar bilan urushyapmiz. Masalan, 2-jahon urushida o'zbeklar ruslar nomidan borib germanlar bilan urushdimi? Urushdi. O'sha paytda ham demak Ahamoniylar demak tarkibidamiz. Ahamoniylar nomidan borib nima qilyapmiz? Urushyapmiz. Yunon Fors urushlarida 490-yil. Xo'p, o'sha urushda saklar qanday qurollanganligini bizga Gerodot tasvirlab bergan. Tarix otasi Gerodot. Demak, saklar o'sha paytda, ya'ni demak marafon jangida qanday qurollanganligini yozadi. Demak, tasavvur qiling, Yunon Fors urushyapti. Siz Yunonsiz oldingizdan sak chiqib qoldi. Sak nima qiladi? Ya'ni bizning ota-bobomiz sak chiqib qoldi, qo'lingizda demak boltasi bor. Shunday bolta bilan sizga shunday hamla qiladi. Siz nima qilasiz? Qilichingizni shunday qaytarasiz. Lekin uni chap qo'lda nimasi bor? Sagarisi bor. Sagaris nima u? Xanjar. Xanjarni shunday qorinchangizga shunday tiqadi. Bo'ldi, tamom, qonlar shunday oqadi-da, shu yerda qolasiz, uxlaysiz. Xo'p, saklar demak xanjar va oybolta bilan qurollangan. Mana xanjar chizib qo'yaman, mana xanjarda mana shu. Xo'p, xanjar. Qo'lda xanjar bor. Xo'p, oyboltasi bor. Oybolta qanaqa? Mana oy shaklida bo'ladi-da, mana bu joyi. Bunaqa uzun sopi bo'ladi ekan. Uzun sopi bo'ladi. O'sha oybolta deyiladi. Xo'p, baxtiyorliklar qanday qurollangan? Baxtiyorliklar
juda kuchli odam bo'lgan. Masalan, qo'lida kamoni bor. Qo'lida kamoni bor. Demak, siz Baxtiyorlikka qarab turibsiz, nima qiladi u? Kamonni oladi. Shunaqangi kuchliki, ular o'qti o'rniga katta, ya'ni qo'pol bo'lsa ham nayzani olib kamonga qo'yib otadi ular. Eslab qolishni aytyapman-da, ular kamon va nayza bilan qurollangan deb yozib qo'yibdi. Demak, kamonni oladi, nayzani qo'yadi, mana shunaqa qilib otadi. Shunday nayza uchi boradi, peshiningizga mana shunday kirib, mana shu tarafdan shunday chiqib qoladi. U tamom, uxlaysiz. Xo'p, baxtiyorliklar kamon va nayza bilan qurollangan. Kamon qachon kashf qilinganda? Aytinglar qani ichlaringda, men eshitmayman, ichlaringni aytasizlar. Tashqarilaringni aytlaringni eshitmayman chunki. Xo'p. Mana kamon. Kamonda chizdik. Kamon. Mezolit davrida, mezos deb yozib qo'ydim. Mezolit davrida kashf qilingan. Xo'p, va nayza. Nayza bunday bo'ladi-da, uchi o'tkirlangan bo'ladi mana. Yana ushlagan joyi bo'ladi. Uzun nayza bilan qurollangan. Xorazmliklar va So'g'd aholisi esa baxtiyorliklar kabi. Demak, ular ham kamon va nayza bilan qurollangan ekan. Umumiy qanday qurollanganligini tushundik. Bolalarga yana aytaman, ya'ni o'zimning shogirdlarim biladi, o'sha kamonga nayzani qo'yib otganda bitta ovoz chiqadi. Bir boshqacha ovoz chiqadi. Uni demak, mening shogirdlarim biladi. Shogirdlarim hozir mana shu videoni kommentariyasiga kimdir so'rasa yozib qo'yish kerak, qanaqa ovoz chiqishini. Xo'p, undan keyingi masala bizda Amudaryo xazinasi demak haqida. Baxtiyoriyat hududi, ya'ni o'lkamizdagi mana Baxtiyoriyat aytdik, Baxtiyoriyat hududi, So'g'd hududi tabiiy boyliklarga juda boy bo'lgan, oltinga, kumushga juda boy bo'lgan. O'sha paytdagi ota-bobolarimiz qanday kiyinganligini bizga Gerodot aytib beradi. Xo'p, history time. Sizlarga aytib beraman, history time. Bitta juda zo'r voqea bor. Demak, voqea emas, tasvirlab berish bor. Gerodot, tarix otasi Gerodot tomonidan saklar qanday kiyinganligini yozadi. Saklar boshlarida demak uchqur qalpoq kiyib yuradi dedik mana. Saka tigraxavda o'tkir qalpoq. Boshidagi qalpoqlari oltin bilan bezatilgan, kiyimlari oltin bilan bezatilgan, kamarlari oltin, qo'lidagi nayzalari, kamonlarining uchlari misdan yasalgan. Otlarini oldida o'qdan himoyalovchi bargustvoni ham misdan yasalgan deb aytadi. Ya'ni ko'ryapsizlarmi? Demak, ota-bobolarimiz oltindan kiyim kiygan ekan. Ya'ni zalotoy, ruschasiga zalotoy odam bo'lgan ekan, oltin inson bo'lgan ekan, oltin bobo bo'lgan ekan. Hammasi saklar qanday kiyinganligini bizga Gerodot aytib beryapti. O'sha paytda oltin bizda mo'l-ko'l bo'lgan ekan. Bizning hududlarimiz oldindan oltin va boshqa ma'danlarga boy hududlar bo'lgan ekan. Xo'p, saklarni qanday tasvirlanganligini aytdik. Demak, biz kim ekanmiz? Zalotoy insonlarni avlodlarimiz, ya'ni oltin odamlarni avlodlari ekanmiz. Xo'p, keyingi masala bizda Ahamoniylarda aytdik. Amudaryo xazinasi haqida bir voqea kelgan. 1880-yil, ya'ni keyinchalik topiladi Amudaryo xazinasi. Demak, Baxtiriya davriga, ya'ni Baxtiriya davlatlari mavjud bo'lgan davriga borib taqaladi bu Amudaryo xazinasi. Xo'p, Amudaryo xazinasi haqida 1880-yil may oqshomlarining birida Buxorodan Peshovarga qarab, Peshowar qayerda? Hindistonda. Peshovarga qarab nima qildi? Bir karvon yo'lga chiqdi. Va yo'lda Kobul, ya'ni Afg'onistonning poytaxtiga yetmasdan 3 kunlik yo'lda ularga qaroqchilar hujum qildi. Savdogarlarni mollarini taladi, o'zlarini asirga oldi va bir savdogarning xizmatchisi qutulib, demak qaroqchilar qo'lidan qutulib, o'sha yerda yaqin bo'lgan demak bir hibsxonaga, ya'ni noiblik joylashgan bir binoga bordida, demak u yerda kim bor edi? U yerda demak o'sha paytda inglizlar Afg'onistonga ta'siri kuchli edi. Inglizlar ham o'sha yerda bor edi. Kapitan Berton ismli insonning oldiga boradida aytadiki, xizmatchi aytadiki, biz yo'lda kelayotgandik, Peshovarga ketayotgandik, bizning mollarimiz bor edi, tillalarimiz, kumushlarimiz, matolarimiz bor edi, biz Peshovarga borib sotishimiz kerak edi. Ularni hammasini bizdan qaroqchilar nima deydi? Olib qo'ydi deydi. Hammasini olib qo'ydi deydi. Keyin demak Berton nima deydi? Endi o'zbekcha gapirish bilmaydi, inglizcha aytadi keyin. Nima deydi? Birinchi o'rinda dedi.
uni hovli qilib kelganini ko'radida, calm down my friend deydi. Calm down, o'zingni bos. I am Burton. I am Kapitan Burton. I will help you. Men senga yordam beraman. Of course, albatta dedi-da, nima qiladi? Uni o'zini odamlarini oladi-da, o'sha qaroqchilar ketgan tarafga qarab boradi. Va ularni ustidan chiqadi. Qarangki, bir tasodifda ustidan chiqib qoladi. Ular nima qilayotgan bo'ladi? Qaroqchilar yig'ilib olib, o'ljani bo'lishayotgan bo'ladi. Mana o oltinlar senga, mana o oltinlar bu odamga deb bo'lishayotgan payt ustidan chiqib qoladi. Birdan chiqqanligi uchun ular qochib qoladi. Qaraydi, qayerdan kelib qoldi bu inglizlar dedi-da, qochib ketadi. Jang qilmasdan qochib ketadi va demak o'sha oltinlarni, mollarini savdogarlarga qaytarib beradi-da Burton, lekin u demak anoyi emas, ichidan pishgan. Nima qiladi u? Hindistonga, sherigiga nima qiladi? Xat yozadi. Men hozir bir savdogarlarga qaroqchilardan mollarini olib berdim, tilla, kumush buyumlarini. U yerda juda antikvar, juda qimmatli narsalar bor ekan. Sen ularni demak o'sha Peshovarga yetganda arzonga sotib olgin deydi. Va u narsani demak savdogarlar borganda Burtonning sherigi u narsalarni sotib olib, u yerda nimalar bor edi? Savdogar demak Amudaryo xazinasida tilla taqinchoq, kumush taqinchoq, tilla buyumlar, oltindan yasalgan haykalchalar, ular demak nozik dit bilan, demak o'sha davrning hunarmandchiligini, demak o'ymakorlik san'ati bilan ishlangan narsalar edi. Ularni hammasini sotib olib, ingliz demak zobitlari Britaniya xazinasiga topshiradi. Britaniya xazinasiga topshirgandan so'ng, demak u hozir Britaniya muzeyida saqlanyapti hozirgi kunda. Va 1905-yilda Dalton ismli bir olim Oks xazinasi degan bir asar yozdi. Oks xazinasi degan bir asar yozdi. U yerda demak nimalar topilganligi, umumiy afsonaviy boyliklar, demak Amudaryoning afsonaviy boyliklari haqida demak asar yozib ketdi. Xo'p, Amudaryo xazinasi haqidagi voqea tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz keyingi demak mavzuga o'tamiz. 32-mavzuyimiz demak Makedonlar bosqini. Yunonlar bosqinidan so'ng bizning hududimizga Makedonlar bostirib keldi. Xo'p, demak to'g'ridan-to'g'ri bizning hududimizga bostirib kela olmaydi. Makedonlar hozirgi Yevropa hududida, ya'ni Gretsiya hududida Makedonlar o'sha yerda Yunonlarni bosib oldi dastlab. Unga ham xaritada mana shu tarafda hozir chiqadi, xarita ko'rib olasizlar. Makedonlarni qayerlardan, g'arbdan sharqqa yurishlari. Birinchi o'rinda g'arbdan sharqqa qarab kelganingizda hozirgi kunda demak o'sha paytda yo'lni to'sadi birinchi Ahmoniylar davlati. Demak bizni bosib olish uchun ular albatta Ahmoniylarni bosib olish kerak. Ahmoniylarni bosib olsak, yana bizning hududimizga yurish qilishi mumkin. Xo'p, shuning uchun demak ular Ahmoniylar davlatiga hujum qildi. O'sha paytda Ahmoniylar hukmdori kim edi? Doro-uch. Demak Doro-uch ustiga yurish qildi va o'rtada jang bo'ldi. Aleksandr va Doro-uch o'rtasida jang bo'ldi. Bu jangda kim g'olib chiqdi? Aleksandr g'olib chiqdi va Doro-uch mag'lubiyatga uchradi. Demak, Doro-uch mag'lubiyatga uchragandan so'ng Aleksandr Makedonskiy Hindistonga yurish qilmoqchi edi aslida. Hindistonga yurish qilish uchun qo'shinning orqa tarafidagi xavfsizlik ta'minlash uchun bizning hududlarimizga yurish qildi. Xo'p, Hindistonga borish uchun bizning hududimizdan emas, hozirgi Afg'oniston, O'zbekiston janubiy tomonlaridan o'tadi. Demak, o'sha orqadagi vaziyatni yaxshilab, xavfsizlikni ta'minlash uchun bizning hududimizga ham yurish qilgan ekan. Xo'p, birinchi o'rinda Baktriyani bosib oldi. O'sha paytda Baktriyani demak hukmdori Ahmoniylardan bo'lgan Best edi. Buni eslab qolish uchun aytaman. Best of the best dedi inglizlar. Inglizchasiga Best of the best, ya'ni o'sha paytdagi eng zo'r hukmdorlardan biri Ahmoniylar demak vakili Best hukmdorlik qiladi Baktriyada. Baktriyada demak Bestni yenggandan so'ng Amudaryo keladi. Amudaryodan kechib o'tish kerak. O'sha paytda Yunonlar Amudaryoni Oks deb atagan. Oksdan. Xo'p, bir narsani yodda tutardi Aleksandr. Nimani yodda tutardi? Uni ustozi bor edi, mashhur Yunon faylasufi Aristotel. Uni ustozi aytgandiki, shogird, sen bir narsani yodda tutgin. Oksdan ikkita hukmdor kechib o'tgan va ikkalasi ham
mag'lubiyatga uchragan. Biri kir 2, ikkinchisi doro 1. Sen demak ehtiyotkor bo'lishing kerak va bu jangga qattiq tayyorlanishing kerak deb uqtirgandi va buni Aleksandr Makedonskiy yodda tutardi. Baxtiyorni bosib olib, u yerga joylashib olgandan so'ng Oksdan kechib o'tdi, ya'ni Amudaryodan kechib o'tdi va birinchi yo'lini to'sgan shahar bu Nautaka. Nautakani bosib oladi va Marokandani ham egallaydi 329-yil. Demak, Nautakadan o'tgandan keyin Nautaka hozirgi Qashqadaryo hududida joylashgan. Qashqadaryodan keyin janubdan keladigan bo'lsak, Qashqadaryodan so'ng qaysi viloyat keladi? Surxondaryo, Qashqadaryo va Samarqand. Demak, Marokanda hozirgi Samarqand hududiga to'g'ri kelar ekan. Marokandani egalladi 329-yilda. Demak, Samarqandni, demak, umumiy boshqa atrofdagi hududlar ham o'sha yerda nima edi? So'g'diyona deb atalgan. Mana aytdim, Zarafshon va Qashqadaryoda qanday xalq yashagan? So'g'diylar yashagan. Demak, Marokandada va demak Nautakada kimlar yashagan ekan? So'g'diylar yashagan ekan. Va bu yerda bir insonni, mashhur lashkarboshi, buyuk bobolarimizdan biri kimni qarshiligiga uchradi? Spitamenni qarshiligiga uchradi. Spitamen ismli bir odam chiqdi, inson chiqdi va demak yunonlarga men senga yer bermayman dedi. Men fermerman, hech kimga yer bermayman dedi-ku. Shunaqa qilib nima dedi? Senga Marg'iyonadan yer bermayman dedi va nima qildi? Qo'zg'olon ko'tardi va bu qo'zg'olonga tez orada baxtiyaliklar ham qo'shiladi. Baxtiyaliklar qo'shildi. Demak, Spitamen So'g'diyonada kuch to'pladida Marokandani qamal qildi. Xo'sh, Marokandani qamal qilgan paytda bu qo'zg'olonni bostirish uchun Aleksandr Makedonskiy 3000 kishilik qo'shinni Spitamenga yuboradi. Spitamenga yuborganda, demak, ular qo'shin kelgandan so'ng ular yengila boshlaydi va chekinadi. Demak, Spitamen chekinadi. Aleksandr Makedonskiy yuborgan qo'shinning ichida Fessaliyalik otliqlar bor edi. Jangni shunday tashkillanadi, jang Marokandaga 3000 kishilik qo'shin yetib bordi. Fessaliyalik otliqlar, demak, qo'zg'olonchilarning o'ng qanotiga zarba berdi. Osiyoliklar deydi, ya'ni bizni aytayapti, Osiyoliklar Fessaliyalik otliqlarning zarbasiga demak dosh bera olmadi deb o'zlarini maqtayapti. Keyin nima bo'ladi? Hozir aytaman sizlarga. Demak, ular Fessaliyalik otliqlar bizga hujum qildi, biz chekina boshladik. Ular hammasini ko'ngli joyiga tushib bo'ldi, biz yengdik deb o'ylashdi va bizni orqamizdan quva boshlashdi. Bizning demak sak va demak mastaget otliqlari yugurib ketayotganda birdan o'q ovozlari eshita boshladi. Fiu! Bitta o'q keldida Fessaliyalik otliqni peshonasiga kirib ketdi-da, shunaqasiga. Shuna yiqildi. Hamma hayron. Bu o'q qayerdan keldi deb hayron edi. Lekin o'sha paytda Fessaliyaliklar bir narsani unutgandi. Nimani unutgandi? Bizni hududimizda yashaydigan sak va mastagetlar shamoldek yugurib ketayotgan paytda ham kamondan bexato o'q uza olardi. Fessaliyalik va Yunon ellinlarining fikricha ularni Gerakl degan qahramoni faqat shunday qila olardi. Lekin bizning hududda Gerakldan ham kuchli minglab jangchilar mavjud edi. Demak, ular buni unutib qo'yishgandi. Xo'p, biz nima qildik? Ularni hayron qoldiradigan darajada demak jang olib bordik. So'g'diylarni bosib olishga, Spitamenni qo'zg'olon bostirishga nima qildi? Qiynaldi. Aleksandr Makedonskiy 2 marta yaralangan So'g'diyonada o'zi. So'g'diyonada 2 marta yaralangan. Umuman yaralanmagan Aleksandr Makedonskiy So'g'diyonaga kelib 2 marta yaralandi. Xo'p, Spitamen qo'zg'olonini bostirishga demak urindi va ikkinchi marta bu qo'zg'olonni bostirish uchun Zarafshon bo'yiga nima qildi? Qo'shin yubordi. Va o'sha jangni ham sizlarga tashlab beraman. Xo'p, yaxshilab diqqat etinglar. Xo'p, history time. So'g'diyonani, ya'ni Zarafshon bo'yiga juda ko'p yunonlar Zarafshon bo'yida ot choptirib ketayotgandi va birdan o'q ovozlari eshitildi.
va yugurib ketayotgan otliqlar otdan yiqila boshladi. Hamma hayratdan, qo'rquvdan qotib qolgandi. Bu o'qlar qayerdan kelyapti va biz nega uni qilyapmiz? Orqada bir qo'shin boshlig'i krater baqirdi: "Ey, to'xtanglar, otdan tushinglar, jang qilamiz" deb. Lekin ular qocha boshladi. Qochayotgan paytda qamishzorlardan chiqqan Spitamen boshchiligidagi qo'shinlar nima qildi? Hammasini birma-bir yer tishlata boshladi. O'sha yerda jangda juda ko'p Fessaliyalik, Frakiyalik, Makedoniyaliklar nima qildi? 2000 tasi o'lib ketdi va bu demak Maraqandagi jangni qasosini nima qildi? O'sha yerda Zarafshon jangida oldi ular. Qasos oldi. 2000 tasini o'ldirib yubordi. Bu jang haqida yana aytadiki, Frakiyalik ellinlarga Olimp tog'idagi xudolar ham yordam bera olmadi. 2000 ta askar o'sha yerda nima qildi? Abadiy qolib ketdi. Undan tashqari yana bir narsa o'sha yerda barbod bo'ldi. Nima barbod bo'ldi? O'sha paytlarda bir afsona bor edi. Yunon makedonlar hech qachon yengilmaydi, ularni to'xtatib bo'lmaydi degan afsona bor edi. O'sha afsonani nima qildi? Yeriga shunday olib keldida, shunday kim ko'mdi? Bizning ota-bobolarimiz sakramaslik etdilar. O'sha afsonani shundaysiga o'sha 2000 askar bilan nima qildi? Birga Zarafshon bo'yiga ko'mib qo'ydi. Xo'p, ana ko'ryapsizlarmi bizni avlodlarimiz qanaqa bo'lgan? Xo'p, Spitamen demak yana qo'shin yuboradi. Demak, Aleksandr Makedonskiy bu qo'zg'olonni bostirishga o'zi kirishadi. Qo'shin yuborib ko'rdi, bo'lmayapti, o'zi boradi va jangda Aleksandr Makedonskiy demak u tarafga o'tadi, jang taqdiri va o'shanda ham nima qildi u? Spitamenni ushlab o'ldira olmadi. Spitamen cho'l tarafga qarab chekindi, chunki bizni aytdik-ku, cho'lda ham yashayveradi, bizni so'g'diylar, dashtda ham, tog'da ham yashayveradi. Chunki demak hamma joyga moslashgan, chiniqqan, baquvvat odamlar-da ular. Cho'lga chekindi va afsuski demak o'shunda ham demak kim o'ldira olmadi? Aleksandr o'ldira olmadi. Xoin tomonidan bir xoin uni demak xotini deydi, o'zini xotini katta o'lja evaziga, ya'ni agar uni boshini men Aleksandrga olib borsam, menga katta boylik beradi deb o'ylab, nima qildi? Uni xoin xotini o'ldirdi va boshini Aleksandr Makedonskiy olib borgan paytda g'azablandi. Nima uchun g'azablandi? Men Spitamenni bir jangda yengishim kerak edi. Demak, uni men qiynab o'ldirishim kerak edi. Men uni yengish uchun nimalarni qilmadim? Ya'ni uni yengish men uchun oson bo'lmadi, ular bilan kurashish deb nima qiladi? Xotinini ham o'ldirib yuboradi. U qilgan ishi uchun, ya'ni Aleksandrni o'ldirganligi uchun xotinini ham o'ldirib yuboradi. Xo'p, keyingisi demak So'g'dinadagi qo'zg'olon bostirildi 328-yil kuzida. Demak 328-yil kuzida So'g'dinadagi qo'zg'olon bostirildi va Hisor tog'lariga qarab yuradi. Hisor tog'lari hozirgi Tojikiston hududida, Tojikistonning Badaxshon hududida va bizning hududimizda ham bor, Surxon vohasida ham demak Hisorning bir qismi biz tarafga ham o'tib qolgan hozirgi hududda va Hisor tog'larida Xoriyen va Aksyart ismli bir zodagonlar bor edi va u zodagonlarning qalalari mavjud edi. Zodagon Xoriyen va Aksyartning qalalariga hujum qiladi. Aleksandr Makedonskiy birinchi o'rinda demak So'g'd qalasiga hujum qiladi va uni egasi Aksyart edi. Aksyartning qalasi juda tepaliklarda joylashgan, qoyalar orasida joylashgan edi va ular demak Aleksandr Makedonskiy bu joyni bosib olishga qiynaldi. Qoyalardan bitta askar sig'ardi. Ya'ni butun qo'shini bilan u qoyalar orasiga sig'masdi. Va birinchi o'rinda Aksyartga elchi boradida demak o'ziga taslim bo'lishni aytadi. Shunda aytadiki, ular ustidan kulib, bizni qalalarni faqat ucha oladigan askarlar yengadi. Sizlarga hali bor, sizlar ucha olmaysizlar chunki deb aytadi. Lekin mana shu yerda Aleksandr Makedonskiy askarlarga aytadiki, kimki mana shu qalaga chiqib borsa, qalaning tepasiga chiqib borsa, men unga juda katta oltin beraman, boylik beraman deydi. Va o'shani eshitgan askarlar o'sha boylik uchun 300 tasi nima qiladi? O'sha paytda qor yog'gan bo'ladi, hamma joy muzlagan. Demak, qoziqlar bilan qoziq qoqib qoyalar orasidan chiqib boradi va u shaharni egallaydi. U qalani egallaydi. So'g'd qalasini egallagandan so'ng
nima qilish kerak? Aleksandr Makedonskiy Aksiyartni o'ldirish kerak edi, lekin o'ldirmadi. Nega? Chunki u yerda u qal'ani topmadi, u yerda jufti halolini topdi. Kim edi u? Go'zal, Baktriya go'zali, prinses Roksana edi, Roksana. Xo'p, Roksanaga ko'rib qoladi va uni yoqtirib unga uylanadi. Aksiyartni qizi. Ravshanak deb yozib qo'ygan kitoblaringda u Roksana. Xo'p, Roksana haqida eslab qolishlar uchun aytaman, bir qo'shiq bor, Hosila Rahimovani eshitgan bo'lsalaring, Roksana, Ravshana, prababushka moya hayyora dedi-ki, eshitganmisizlar? Prababushka moya degani, ya'ni meni katta buvim deyapti, qo'shiqda aytayapti, katta buvim Roksana degan. O'sha Roksana va Aleksandr o'rtasidagi ishq tarixiga bag'ishlangan qo'shiq bu. Xo'p, Aleksandr Makedonskiy Roksanaga uylandi va Xoriyen ustiga, ya'ni Xoriyen ustiga yurish qildi. U ham so'g' zodagoni Xoriyen qal'asini egallaydi. Xoriyenni Aleksandr o'ldirmoqchi edi, lekin o'rtaga qaynotasi Aksiyart qo'shilib sulh bilan yakun topadi. Xo'p, undan keyin Aksiyartni bir So'g'd viloyatiga hokim qilib tayinlab qo'yadi. Demak, Aleksandr Makedonskiy demak umumiy qilgan ishlari shulardan iborat. Undan tashqari yana nima ish qildi u? Bizning hududlarimizni, ya'ni o'sha egallagan hududlarda So'g'diyona, Marg'iyona, Baktriyada nimalar qurdi? Shaharlar qurdi. Ulardan biri Aleksandr Esxata deb nomlanadi. Aleksandr Esxata bu Xo'jand yaqinida qurilgan shahar saklarga kurashish uchun. Undan tashqari Oksdagi Aleksandriya, ya'ni Amudaryo Aleksandriyasi, bu demak Aleksandr Makedonskiy qanaqadir shahar qurib qo'ysa, o'zining nomini beraverganda, ya'ni Oksdagi Aleksandriya, Aleksandr Esxata, Xo'janddagi Aleksandriya, Marg'iyonadagi Aleksandriya, So'g'diyonadagi Aleksandriya, hamma joyga o'zining nomini beraverganda. Xo'p, eslab qolishni aytaman. Xo'p, Oksdagi Aleksandriya ketdi, Marg'iyona Aleksandriyasi, hozirgi Marv, ya'ni Turkmaniston hududida Marv degan shahar mavjud. O'sha shahar qadimda nima deb nomlangan ekan? Marg'iyona Aleksandriyasi deb nomlangan ekan. Endi Aleksandrni bu yerda qaysi hududlarni bosib ola olganligi va ola olmaganligi, bosib olmagan hududlar haqida gaplashamiz. Aleksandr bosib oldi. Mana yozib qo'yganman. Bosib oldi. Marg'iyona, Baktriya, So'g'diyonani bosib oldi. Xo'p, Sak va Masligirtlarni bosib ola olmadi. Bizning ota-bobolarimizni nima aytdim boya sizlarga, yana qayta takrorlayman, bosib olish bandasiga emas. Xo'p, bosib ola olmadi. Bosib olmagan hududlar Xorazmliklar. Mana Xorazmliklar ham juda erkparvar xalq bo'lgan, o'shaning uchun u yerni ham bosib ola olmadi. Undan keyin Toshkent. Mana Toshkentni bosib ola olmadi. Nega? Chunki u yerda saklar yashardi. Saklarni bosib olish oson emas. Bizning ota-bobolarimiz bosib olish oson emas. Mana aytdimki, mana Toshkent va Qozog'istonning janubida kim yashaydi? Saka Tigraxauda. O'tkir qalpoq kiyuvchi saklar. Ularni nima qildi Aleksandr? Tishi o'tmadi ularni bosib olishga. Undan keyin yana qayerda bosib ola olmadi? Farg'onani bosib ola olmadi. Farg'onada kimlar yashaydi? Saklar yashaydi. Saklar kim? Bizning ota-bobolarimiz. Ular qanaqa odam? Juda jangari, mohir, kamonchi, chavandoz insonlar. Ularni bosib olish oson emas. Mana Saka Xomovarka qayerda yashaydi? Pomir va Farg'onada. Aleksandr umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, O'rta Osiyoni bosib olishga 3 yil urindi va o'sha 3 yilda Marg'iyona, Baktriya, So'g'diyonani bosib oldi. Xorazm, Toshkent, Farg'onaga tishi o'tmadi, azizlar. Xo'p, umumiy bugungi mavzularimiz shulardan iborat. Spitamenni eslab qollaring. Xo'p, Roksanani aytib berdim. Xo'p, chorvachilik, dehqonchilik bilan shug'ullangan xalqni aytdim. Zardushtchilik dini haqida gapirdim. Ahamoniylar kim bo'lgan, qayerda yashaganligi haqida aytdim. Xo'p, buguncha shular. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling.